Quyidagicha. Ikkita qalamni joyini o'zgartiring. 4 ta teng kvadrat hosil qiling. Bu yerda nechta kvadrat ko'ryapmiz? 1, 2, 3, 4, 5 ta. Ikkita qalamni joyini o'zgartirib, 4 ta teng kvadrat hosil qiling. 1 minut vaqt ichida topgan o'quvchiga 50 ming so'm pul mukofoti bor. Qani? 1, 2, 3 ta bo'lib ketdi senda. Mana o'tish. Ha, ikkita bo'ldimi? Xo'p. 1, 2, 3, 4, 5 ta kvadrat bilan 4 ta kvadrat hosil qiling debman. Ana o't. Ha? Ikkita qalamni joyini o'zgartiring. 4 ta teng kvadrat hosil qiling. Qani? Jahongir? 1. Mana qo'ymoqsan, adashmasam. 2. 4 ta bo'ldi. Bu to'g'ri burchak, bu ham to'g'ri burchak, bu kvadrat. Bizga 4 ta teng kvadrat hosil qiling. Shohruzga joy beringlar. 4 ta kvadrat bo'ldi, to'g'ri. Faqat mana bu nima bu? Qalam ortib ham qolmasin, yetmay ham qolmasin. O't. Qani, Shohruz? Qalam ishlat. 1, 2, 5 ta bo'lib ketdi. Topolmadikmi? Qani? 1, 2. 5 ta bo'lib ketyapti. Mana bu yerda yana ortib qolyapti. Ortmasin, yetmay qolmasin. Shundaymi do'stlar? Topoldikmi? 2 minutdan oshib ketdi vaqtimiz. Pullik vaqt tugadi. 50 ming yutib olishlaring mumkin edi. Qani? Yo'q. Qo'lida qolib ketsam bo'lmaydi. Javobi juda ham oson. Aytaymi javobini? Ha, ayting siz. 1. Ko'rdik-a? 2. 1, 2, 3, 4. Qani ortgani? Yo'q, mana kvadratmi? Kvadrat. Mana garvashtirdingiz. Yo'q, to'xtab tur. Mana bunday turgan ekan. Mana shunday turgan edi. Buni bunday biga oldi, buni biga oldi. Bo'ldi.